Biz an'anaviy aksiyamizni bugun Oqilon filialimizda davom ettiryapmiz. Hozirda bu yerdagi mijozlarimiz bilan sirli quticha o'yinini o'tkazamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz o'yin o'ynayotgandik. Ishtirok etasizmi? Nimani tanlaysiz? Shirinlikni yoki korobka? Korobka. Korobkaning ichida vaucherimiz bor. 30% chegirma laboratoriyaga bo'ladi. Keyin yozilgan hamma vrachlarimizga tekin bo'ladi shunda aksiyamiz. Nimani tanlaysiz? Korobka yoki shirinlik? Nimani tanlaysiz? Shirinlikni yoki korobkani? Korobkani. Korobka yoki shokolad? Nimani tanlaysiz? Korobka. Korobkamizda vaucherimiz bor. Bunyodkor filialimizga kelib, skidkada ishlatsangiz bo'ladi. Keyin konsultatsiyalar ham tekin bo'ladi. Klinikali gap yo'q, ayniqsa vrachlariga. Men vrachlarni yaxshi ko'raman. Juda ham vнимательный, e'tiborli, real rezultat ko'ryapman. 5 yildan beri shu qizimizni shu nazoratimizda. Faqat shularga kelaman. Hozir ayni paytda shu gapni gapirib o'tdilar, to что baribir ginekolog nazoratida qizlik davridan bo'lish kerak. Ana shunda bizga bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlarni oldini olamiz va eng asosiysi ana shu xalqimizga ko'paytirib berish kerak bo'lgan bolajonlarimizni, ya'ni bepishlikni profilaktikasini amalga oshirib Sizda korobka bor yoki shirinlik? Nimani tanlaysiz? Korobka. Korobkani tanlay qolaman. Shirinlikmi yoki korobka? Nimani tanlaysiz? Korobka.